Assalomu alaykum Abdulhay Darvoza obunachilar. Mana xudo xolisi bugun kechqurun Sirdaryo Saxnobodga yo'lga chiqamiz. Plus Sirdaryo shahrini uzib o'tamiz. 50 kilometr, 70 kilometr chiqadi ekan. Oxirgi videoyim sexdan shu bilan ulgursam indini tezga kelishim mumkin. Nimaga ustini maslahatini olish kerak? Mana kecha Mega Dunyodagi OK Muhammad Zokir aka aytib o'tdilar. Abdulhaydan nimaga maslahat olish kerak dedilar. Maslahat mana OKlar qarang. Xo'p, dalshi ochiladi tepagacha katta qanot oxirgacha mana stoper ham dalshi ketgan. Oxirgacha bu dalshi ochiladi. Mana bu darvozani tepasini taxiya qilib o'rganman misol. Mana 2 ga 1 mana turibdi. O'zing bu yer ochish imkoni yo'q. Mana o'zi mana qanotni e'tibor bersani. Mana 2 ga 1. Mana. Mashinadan tepasi taxiya bo'ladi. Mana pastda ochiladi. Endi xuddi shu mana OK ham o'zlari ham bilmaydi OK Rossiyadalar. Bilmayman 1 million 400 ming zakolat tashaganlar darvozalar boshlangan, onalari hajda keladi olib, bu ham dalshi ochiladi tepagacha. OK hamni ham bilmaydi o'zlari ham. Frida zamonlargacha qo'yib berganman mana. Buni ham mana tepada 2 ga 1 turibdi mana e'tibor bersani. Mana 2 ga 1 dan tepasini taxiya qilib o'rganman. Xudo xolasa har bitta mijozlarimizni o'zlari bilmagan mijozlarimiz, darvozaga umuman taalluqli emas mijozlarimiz Abdulhay darvozalarida zakaz olishsa, biz o'zimiz mehnat qilib bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham, misol tepasini taxiya qilish imkoni bormi? Taxiya qilib, o'zimizni foydamiz, o'zimiz hechkamizni o'ylamasdan asli profil maqtab chiqib yorsak ham bo'ladi, lekin unaqa ish qilmaymiz biz. Vijdonan polis aytib eshittirib zakazlarni olamiz. Taxiya qilish kerak bo'lsa, taxiya qilib beramiz. Splashno qilish kerak bo'lsa, splashno qilib beramiz. Xudo xolasa bugungi manzilimiz Sirdaryo, Saxnobod yo Toshkent yo'ligacha zakazini olamiz. Abdulhay darvozalar xizmatini hozir shum bilan mana bu yuklaymiz. Mashina kelyapti. Plus ichkarida ham pechetimiz bor, sepilyapti, uni ham yuklaymiz. Kuzatib turasizlar, sog' bo'linglar, charchamadim.